Короче, men yoqqa bordim-da o'sha yerda men Anoshkani adminni oldiga kelganmiz hozir. Shu degan ofisi. Alo, aka 1 soatdan beri turibman. Nimalar qilyapsiz? Chiqasizmi? Kutib tur dedim, men sen Iya. mashina yig'im, sovdi kutib turasan. Tezroq chiqing, aka aytib, oyog'im muzlab ketdi. Bo'ldi, chiqdingiz sizsin. Sizmisiz? Assalomu alaykum. Sen bilan gaplashdingmi? Ha, men bilan gaplashdik. Yo, bo'lmaydi aka, 1 soatdan beri turibman. Vaqt bor-ku. Yo, mashinani. Tillarni ko'rsating, aka tezroq. Normalni gaplashgan. Men Tillarni ko'rsating, aka. Kimsiz aka? Mashinangiz bormi? ishim bo'lmasin, короче, tilingni ol, bo'ldi. Qani? Mana ko'rib ol. Hammasi sof tillar. Ha. Siz kim bo'laman dedingiz? Menmi? Ha. Anushkani taniysanmi? Anushkani? Ha, uyonib ketdayman-ku. Xalqqa qaqshatgan. Administrator bo'laman. Xalqqa aldadi. Anushkani. Qanaqa aldingda? 100 millionlar tashib berishdi. Degan yo'q. 100 millionlar tashib berishdi, nima qildinglar aka uni? Короче, Kiyaga oldinglar. U bilan ishing bo'lmasin. Короче, mashina K5 oldik. Короче, K5 hozir yangilamoqchimiz. Ha. Yoqmayapti. Nima qilmoqchisizlar uni? Короче, Xalqqa pul yig'ib beraylik mana. Ishing bo'lmasin. Necha gram bo'pti aka, shundan gapiring. Necha gram bo'pti? Короче, o'lchaman, bilmayman, Anushkani o'ziniki. Короче, hisoblab cho'tki narx olib ber. Ko'rganimda cho'tki narx olib ber. Bo'ldi, tarozimga telefon qiling. Tezlash faqat men. Taroz tez chiqqin men bo'tga. Ha, tarozimizdan ko'rasiz, onlaynda sirasi keladi, offlayn bo'lib. Shunaqa bo'lishi kerak. Shuning uchun mashina olish kerak. K5 olish kerak. 138 gram chiqadi yoki? Mayli aka, men sizga 150 qilib beraman. Agar shunchalik pul zarur bo'ladigan bo'lsa. Sen hozir Anushka keladi deb. Mayli aka, uni boshqa mashina. Men opa kimmi? Seryozni o'xshatdilar. Короче, Anushkani, короче, administratorimiz hamma shu temaga bog'liq ishlarni biz qilganmiz Anushka. Hammasi bilan. U bilan kam ishing bo'lmasin. Seryozni olib kelganlar. Ha, seryozni olib. 200 ming hisoblab beraman. Probasi kattaga o'xshyapti. Keyin tekshirib olaman. Tekshirib olaman keyin, bo'ldi aka. Tekshirdingmi? Sizlar endi xalq qaldingizlar-ku. Sizlarga ham bir zo'r narsa ko'rsataman-da, mana ushlayman uni. Nima uni ham ushay. Mana sizga aka. Normalni gaplash. Yo'q, qana gaplashishingiz bilan. To'g'rilab olgan uka. Mana K9 chexollariga aka. Hozir xalq ishonmayapti-da, ukam sen ham to'g'ri tushungan. Bilmasam, nima ishonmayapman sizga ham bor-ku. Короче, Anushka telefon qilganda menga, короче, yonib ketibdi. Men yoqqa bordim-da, o'sha yerda men yoqqa borgandim. Menga qo'shnisang yonib ketdi. O'zini uyim emas. Bo'ldi aka, gap qilsa qilaylik, men tildan olib pul oylada qochinglar. Shu yerga, shu yerda qolsin. Oshchi bu gaplar bo'lmasin. Shundaymi ukam? Bemalol tekshirib olgan, sog' bo'l, charchamagin. Yo'q, charchamanglar aka. Probasini ko'rmanman. Bijuteriyamanmi? Yo'q aka, to'xtanglar. Menga qarang. Qanaqa avtobus, tartibda ketyapti-dinglar. Mana tilli sinlamas ekan. Sof tilli. Anushkani taniysanmi? Men-chi, katta odamman men. Mayli aka, charchamang. Bijuteriya deb tashama. Ha, charchamang. Vertolyotni yaxshi yetib olinglar, xo'p. Avtobus 38 keladi men bu yerga hozir. Xalq qaldaganda endi manualda borishdim shunda bular. Yaxshi emas lekin.